Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Kellaring. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Kelinglar. Bu bizni toychoqlarni bir tomog'ini ko'rib qo'ying. Doktor, Muhammad Amin kechasi erkin nafas olishga qiynaladi. Bo'ldi, hozir ko'ramiz. Odamingda rostdan ham burnida muammosi bor. Burnida adenoidlar to'qimasi juda ham katta. Xalq tilida buni burun go'shti deydi. U juda ham katta, u narsani operatsiya qilib olmasa bo'lmaydi. Operatsiyadan keyin erkin nafas oladimi? Xudo xolasa, ha. Shuni arzonroq dori-pori bilan tuzatib yuborsa bo'lmaydimi? Yo'q, afsuski bu dori bilan ketadigan narsa emas. Bu faqat operatsiya qilish kerak. Siz xavotir olmang, bu juda ham tez bo'ladi. Eng asosiysi og'riqsiz bo'ladi. Endi nima bo'lsa operatsiyada o'lmaydi. Sizlar ham boru, faqat soqqan ishilishni bilasizlar. Xo'p. Qancha bo'ladi o'sha operatsiya? Siz qiziq gapirar ekansiz u. Operatsiya ja borsa bir 4 million bo'ladi. Lekin bolangiz erkin nafas oladi. 4 million? Va qanaqa 4 million o'ylab gapiryapsizmi? Birpasda bo'ladigan ish dedingiz-ku. Yashamaylik ekan-da. Mashinangiz bormi? Ha, bor. Ancha turibdi. Zekir. 3.2. Shu 3.2 nomeringiz nech pul turadi? Men hozir bilmadim, men 10 mingga olganman. Siz mashinani qo'yib turing. Mashinani nomerining o'ziga 10 ming dollar ishlatgan odam bolasini sog'lig'iga 300 dollarga dotvoy qilishingiz g'alati emasmi? Aytgancha, biz Ramazon oyida ayrim odamlarni tekinga operatsiya qilamiz. Kimlarni? Kam ta'minlanganlarni. Har holda zikr haydaydiganlarni emas. Unda ketdik. Ramazonda kelamiz. Taksida.